Assalomu alaykum azizlar. Mana mahallaga e'tibor beringlar. 278-yo'lda shovqin eshitilib turibdi. Mana bu Novostroyka uy. Stetnaynda, Derazani ko'prikka yaqin. Mana bu yerda mana offside parking bor, garaji bor. Uyimiz 4 etajdan iborat. Hozir kirib ko'ramiz. Bitta katta minusi bor, oxirroqda aytaman. Bismillahirrohmanirrohim. Yangi uy. Narxini ham tushirib beramiz deyaptilar. Kirishimiz bilan mana o'ng tomonimiz mehmon kutib oladigan joy bo'lyapti. Xohlasangiz buni dining qilsa mumkin, chunki bu yoq oshxona ekan. Bu yoqda bo'lsa yotoqxonalar, chap tomonimiz bo'lsa mana family room bo'lyapti. Yuqoriga bo'lsa yotoqxonalarga chiqiladi. Uchta yotoqxona, ikkita dush bor. Remontlari yaxshi, akkuratni. Mana detskilar birinchi ko'rsataman. Razmerlari yaxshi. Mana bunaqa zimoletalar qo'yib chiqqan. Klozet bor. Bu yerda eng mayda detskichasi kichkina. Bu bo'lsa mana vannalari polniy kafel qilingan. Akkuratni zo'r. Yoq sochiqlar qo'yiladi. Bu yerda bo'lsa mana laundry. Bemalol shu yerda kirlar yuvsa bo'ladi. Bu eshikdan master bedroomga kiriladi. Master bedroom ham razmerlari zo'r. Bu yerda mana klozetlar qilingan. Ichiga kirsa ham bo'ladi kladovkasini. Vannalari ham dahshat. Ko'ryapsizlar, mana dush. Christianing tab, hamma yoq mana kafel qilgan. Menimcha akani kafel zavodi bo'lsa kerak. Bu zavodda kimdir tanishlaydi. Ko'p ishlatib kafel. Mana bunaqa temirli qilgan reylinglarni. Oshxonani ham ko'rsatamiz. Pastga tushsak, bu etajdan tashqari yana ikkita etaj bor. Pastga yana alohida rentga berasiz mumkin, yo tanishlar bo'lsa ishlatsangiz bo'ladi. Demak, tepada 3 ta yotoqxona, bu yerda mana bunaqa zal, mana bu yerda nonushta qiladigan joy qilish mumkin. Va bu yerda mana oshxona. Oshxona kabinetlari bo'ylab asobiy kuchliroq rang tanlangan. Gaz, vytushka. Ko'ryapsizlar? Zo'r. O'rtada mana bunaqa shakldagi orolcha. Dahshat. Bu yerda mana powder room ham bor. Powder room ham polniy kafel. Aka toshni kafelda ishlaydi. Bu yoqdan kirib keldim. Bu yog'i mana dining qiladigan joy, ovqatlanadigan joy qilsa bo'ladi. Endi bitta yana bitta pastga etajga kiramiz. Bu etajimiz yer bilan barobar etaj, chunki mana garajimiz bor. Garaj ham polniy finish qilingan. Bitta pol qo'yilgan. Oynalari ham bor. Bemalol jiyan tursa bo'ladi. Bu bo'lsa mana keng zal bo'lyapti. Bu yerda kladovka. Uyda yagona katta minusi orqada agorot yo'qligi, chunki bu bilasizlar, Stetnaynda uklonli xili joylar bo'ladi. Mana bu sizda agorotingiz bo'ladi. Pastda mana bunaqa manzara, xudoga yaqin bo'lib, pastga qarab tursangiz bo'ladi. Mana bu qo'shnilar agorot shunchalik xohlagani uchun mana bunaqa doполнительный dek qurdirgan. Buni ustiga ko'rasizlar. Bizda mana bu yerlar ham vaqtida sizlarniki, lekin hech narsa qurib bo'lmaydi. Asosiy nima bu bo'lyapti. Demak, 3 ta etajni ko'rdik uyda. Bu yerda sanuzli ham bor. Garajni ko'rdik. Mana bunaqa zal. Yangi uy, Brooklyn yaqin. Bu yerlar mana kafel. Xohlasangiz mana bu yerda yana tualet sanuzli bilan birga. Qo'yimizlar bu uyimizdagi 3-sanuzl. Bu yerda mana bu kelgan joyimga, mana garajning oldidan tashqariga chiqishga ham sharoit bor. Ko'rasizlar, mahalla juda ham tinch. Bu hali ham hammasi emas. Chunki pastga tushsak, yana bitta etaj bor. Yana bitta narsani aytib qo'yay, u yerda oshxona qilishlaringiz ham mumkin. Oshxonaga joylar qoldirgan. Oshxona qilishlaringiz ham. Ikkita eshik qilganning sababi, xohlasangiz mana bundan devorcha qo'yib, pastda alohida berishingiz ham mumkin rentga. Shunda 3 ta oilaga ham berib olsa bo'ladi. Qo'ymizlar. Bu yerda hamma narsa bor. Faqat shu backyard yo'q. Bu bo'lsa mana podval qismi. Podval qismida yana bitta laundry qilingan. Tepada laundry yetmagandek, yana bitta laundry. Pastga rentga bersangiz, o'shalar ishlatish mumkin. Zimoleta. Yana yerni tepasidamiz. Nimaga yerni tepasidamiz? Chunki pastimiz juda ham katta ukloniydi. Shuni hisobiga hali ham yerni tepasidamiz. Katta zal. U uyda egalar 1.650.000 da tushirib berib yuboramiz deyapti. Mana bu yerda tualet qo'ygan, uni yana bitta sanuzl qilishga joy qoldirib ketgan. Mana bunaqa tualeti bor, lekin bu yerda nima dushga joy qoldirib ketganlar. Shunaqa o'rtoqlar, ikkita oila bilan, 3 ta oila bemalol yashash mumkin. Bu klozet. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilinglar. 1.650.000 Novostroyka uy, Stetnayn ko'prik oldida. Yana narxini anchagina tushirib beramiz deyishyapti. Ishlarga omad.